Biz odam bolalarini aziz mukarram qildik deydi Alloh taolo. Aziz mukarram bo'lishlik ko'rinish bilan bo'lmaydi azizlar. Innalloha la yanzuru ila suwarikum va amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Imom Buxoriyning rivoyatlari. Alloh taolo sizlarning suratinglarga qaramaydi, chunki o'zi yaratgan. Birovni juda xush surat, jamil, birov o'rtacha, ranglar har xil, tillar har xil, unga qaramaydi Alloh taolo. Aziz bo'lish bilan emas, bir johil kishilar endi bu Allohning fazli, lekin shu bilan o'lchanadi, o'lchaydi. Bu xato o'lchash bu. Allohning huzurida mukarram bo'lishlik inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida eng mukarram zot kim? Taqvo qiluvchilar, muttaqiylar, Allohdan qo'rqadiganlar. Mana buni yaxshi bilib olaylik. Biz moli dunyolarimiz bilan, yana bir narsalar bilan o'lchi, bu insoniy o'lchovlar, xato o'lchovlar bu. Allohning huzurida Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning bo'ylari 78 santimetr bo'lgan ekan. 1 metr emas. Qop-qora, oyoqlari juda ingichka. Payg'ambar alayhisolatu vassalomga aroq degan daraxtdan misvok olib berar ekanlar. Chiqqanlarida boldirlari kechgina ko'rinsa, sahobalar kulsa, sizlar kulyapsizlarmi? Bu Abdulloh ibn Mas'udni boldiri qiyomat kunida eng og'ir bo'ladi va hammadan bo'yi baland bo'ladi degan ekanlar. Mana buni yaxshi tushunish kerak. Bizda faqat suratga qarashlik o'zgarish kerak. Ma'noga qarash kerak. Alloh taolo bani odamni mukarram qildi va hamallahum fil barri wal bahr. Quruqlikda ham, dengizda ham Alloh taolo markablar qilib qo'ydi. Mana quruqlikda ilgari ot, tuya, eshak bo'lgan asosiy markablar. Hozir endi turli xil vositalar chiqib ketdi. Mashina-yu, osmonda uchadigan sayyora-yu, hammasini Alloh taolo musahhar qildi bizga. Dengizda mana kemalar. Va razaqnahum minat tayyibat deyapti. Haqiqiy inson Allohning oldida mukarram bo'lish uchun pok narsalarni berdik yeyishlikka. Nopok narsa bilan yesa inson mukarram bo'lmaydi. Nopok narsalarni ichsa Alloh o'zi asrasin. Shunaqa kishilar bor ekan, jumaga keladi-da, yana o'zi mast qiluvchi ichimliklarni ichib yuradi. Bu nima degani bu? Astagfirulloh. Qanday tushunish mumkin bu? Allohning ham aytganini qilaman, shaytonning aytganini ham qilaman deganimi bu? Nima degani bu? Yoki faqat jumaga kelib, boshqa payt ichib yuradiganlar bor ekan. Bu qanday gap bu? Siz mukarram bo'lishingiz uchun, biz mukarram bo'lishimiz uchun bu taqvo bo'lish kerak. Allohdan qo'rq. Alloh aytayaptiki, sizlarga halol narsalarni rizq qilib berdik deydi. Demak, harom narsa rizq emas, balo u. O'sha narsalarni ichganlarning sog'lig'i ham raso bo'ladi, o'zi ham raso bo'ladi. Hamma urush janjallar oxiri o'zini o'ldirishgacha borib yetadi.